Guliston davlat universiteti 1965-yilda ilk marta ish boshlagan. Sirdaryo davlat pedagogika instituti negizida tashkil etilgan. Bugungi kunda universitetda 51 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha 17 ta magistratura ixtisosliklari bo'yicha yuqori sifatli kadrlar tayyorlanmoqda. Universitetda 31 ta ixtisosliklar bo'yicha tadqiqotchilar fan doktorlari ilmiy darajasi uchun ilmiy izlanishlarni olib borishmoqda. Guliston davlat universiteti tarkibida 8 ta fakultet faoliyat yuritayotgan bo'lib, ular axborot texnologiyalari, filologiya, tabiiy fanlar, pedagogika, jismoniy madaniyat, ijtimoiy-iqtisodiy, san'atshunoslik, ishlab chiqarish texnologiyalari fakultetlaridir. Shuningdek, 30 ta kafedra, 2 ta markaz hamda 31 ta bo'limlar ham faoliyat yuritmoqda. Bakalavriaturada ta'lim olayotgan talabalar soni 19555 nafarni, magistraturada esa 119 nafarni tashkil etmoqda. Universitet elektron minbar, elektron doska, innovatsion raqamli infokiosklar kabi zamonaviy ta'lim texnik qurilmalari bilan jihozlangan. Universitetda faoliyat yuritayotgan 7 ta ilmiy laboratoriya mavjud bo'lib, ular nufuzli respublika hamda xorijiy olimlar bilan ilmiy hamkorlikni yo'lga qo'ygan holda mahalliy hamda mintaqaviy muammolarni o'rganish hamda yechim borasida ilmiy tadqiqot hamda tajriba sinov ishlarini olib borishmoqda. Mazkur laboratoriyalarga yetuk fan doktorlari, professorlar hamda fan nomzodlari, dotsentlar rahbarlik qiladilar. Tuproq o'simliklar kimyosi, organik moddalar kimyosi, zamonaviy axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga tatbiq etish, eksperimental biologiya, o'simliklar ekologiyasi, yarim o'tkazgichlar va geofizika ilmiy laboratoriyasi. Universitetda Jahon banki bilan hamkorlikda eksperimental biologiya laboratoriyasi tashkil etilgan bo'lib, mazkur ilmiy tadqiqot markazi o'zida yosh olimlarni, iqtidorli talabalarni jamlagan. Laboratoriya ilmiy xodimlar tomonidan respublikamiz faunasi va florasiga mos turlarni yaratish borasida keng ko'lamli fundamental hamda xalqaro loyihalarni amalga oshirmoqda. Universitetda zamonaviy sport inshootlari faoliyat olib bormoqda. Oliygohda talaba yoshlarni sportning turli yo'nalishlari bilan shug'ullanishlari uchun barcha kerakli jihozlar bilan ta'minlangan. Jumladan sun'iy qoplamali mini futbol hamda futbol, voleybol maydonchalari, sport zallari doimo talabalar bilan gavjum. Guliston davlat universitetining jismoniy madaniyat fakulteti qoshida 18 ta sport to'garaklari bugungi kunda sportchi talabalarimizning ulkan muvaffaqiyatlarini qo'lga kiritayotgani universitetda jismoniy tarbiya hamda sport bilan shug'ullanish uchun yetarli shart-sharoit yaratilganidan dalolatdir. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2020-yil 14-dekabrdagi 654-sonli buyrug'iga muvofiq Guliston davlat universitetida tibbiyot fakulteti tashkil etildi. Fakultet uchun o'quv binosi ajratildi. Auditoriyalar va laboratoriya xonalari o'quv jarayoniga tayyorlash uchun jihozlar hamda asbob-uskunalar va zarur o'quv adabiyotlar xarid qilindi. Bugungi kunda universitetda san'atshunoslik fakulteti qoshida zamonaviy kulolchilik, milliy rassomchilik va musiqa, xalq amaliy san'ati laboratoriyalari tashkil etilgan bo'lib, mazkur markazlarda sohaning yetuk mutaxassislari yetakchiligida faoliyat olib bormoqda. San'atshunoslik fakultetining ijodkor professor o'qituvchilari hamda talabalari viloyat miqyosidagi tadbirlarda faol ishtirok etib, o'z ijod namunalarini taqdim etib kelmoqdalar. Davlat universiteti huzurida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2017-yil 22-noyabrdagi 936-sonli qarori asosida Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi tashkil etilgan. Ushbu muzey vatanimiz ozodligi uchun kurashib, Qatag'on siyosatining qurboni bo'lgan ajdodlarimiz tarixi, 1980-yillardagi paxta ishi kampaniyasi, mustaqillik yillarida tarixiy adolatning tiklanishi,
Qatag'on qurbonlari xotirasini abadiylashtirish haqida bo'limlardan iborat bo'lib, talabalarning ma'naviy kamol topishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu muzey xodimlari tomonidan bugungi kunda Qatag'on siyosati hamda paxta ishi kompaniyasidan jabrlangan shaxslarni aniqlash, ularni oqlash va nomini abadiylashtirish ishlarida faol izlanishlar olib borilmoqda. Universitet haqida yanada qiziqarli ma'lumotlarni guldu.uz rasmiy veb-sayti orqali topishingiz mumkin.